Qo'qonlik hamyurtlarimiz, xabaringiz bor, Qo'qonda Hamza teatrining ro'parasida Domstroy showroom ochilgan. Bu videoda siz showroomda nimalar bor va sizga nima foyda taraflari borligini ko'rib chiqamiz. Bu showroomda hozir trendda bo'lgan dekorativ atachento qoplamalari va Finlandiyaning yuqori sifatli tikurilli emulsiyalarini doskaga surkalgan variantlari bor. Ko'pchilikda bitta muammo bor, uyingizni remont qilgandan keyin o'zingizga ma'qul kelmasligi. Bu showroomda bo'lsa, uyingizni oldindan qanaqa ko'rinishini bilib olishingiz mumkin. Bu atachento tikurillalarni Domstroydan ham olsangiz bo'ladi, lekin meni vaqtim bemalol desangiz, oila a'zolaringiz bilan kelib, o'tirib, devorlarni ko'rib, qo'lingiz bilan ushlab, his qilib ko'rib, xarid qilishingiz mumkin. Ofisimi aboy qilaymikin, atachento qilaymikin deb yursangiz, bizda mana shunaqa xonalarimiz ham bor. Bu showroomda Domstroyda necha xil atachento bo'lsa, hammasini devorga surkalgan variantlari bor. Tikurilla emulsiyalarni ham uyingizda qanaqa turishi, devorda qanaqa effekt bilan turishini ham bilib olasiz. Undan tashqari bu yerda uyingizni oldindan loyihalashtiraman siz, dizayn studio xizmatlarimiz ham bor. Mana shunaqa VR ochkilar bilan hali bitmagan uyingiz ham ichida yuralas ekan. Vashchi qiziq a? Manzilni tushuntirib o'taman. Chorsidan 3-maktab tarafga kelganingizda o'ng qo'lda san'atkorlar uyi tagida